Nima bo'ldi bu? Nima bo'ldi bu? Pasayib ketdi-yu, tez yordam. Skorosti. Alo, uka, tuzimisiz? Penalni qolib ketdim, uka, men srochni kelib olib ko'rib berib qo'ymaysiz bo'lmaydi, uka. Assalomu alaykum. Videoni boshida ko'rgandirsizlar, ko'rdinglar mana. Bu video furach akalarimizga tegishli. Furachilarga jo'natamiz, global. Furach akalar ishinglar yengillashdi. Endi sizlar bitta telefon bilan yo'lda buzilib qolsanglar, hadavoy chasti ichidagi liboy narsani bitta telefon bilan xudo xolasa biz borib, o'zimiz o'nglab kelamiz akalar. O'zbekistonda buzilib qolmaysizlarmi? Bu yerga ham boramiz akalar. Qani buzilib qolyapsizlar? Bir tog'ning uchida buzilib qoldinglarmi? Bu yerga ham boramiz akalar. Assalomu alaykum. Jigarim hormay charchamayapsizmi? Sog'lar yaxshimi? Bo'lyapti. Men furach akalarimizga yangilik bor dedim. Biz borib o'nglab berishlarimiz dedim, besplatniy dedim. Ashunga nima deysiz? Bu endi Matizda hadavoy bo'lmasa kerak, Fur'an hadavoy endi. Yo'q, aka, buni hadavoy o'zi boshqa sistemaga kiradi-da. Aha. Misol yo'lda qoladigan bo'lsangiz, podushkangizmi yo bo'lmasam patchini qisib qolishi mumkin. Mana shunaqa narsalar holatlar bo'ladigan bo'lsa, borib to'g'rilab berishimiz mumkin ekan. 24 soat sviyazdasiz. Ashunday bo'lyapti, bunda xolasa, inshaalloh. 9 dan men bir do'ng-po'yingda qolib ketadigan bo'lsa, tog'da bir burchagida deylik, ashulaga siz shunday telefon qilsam, men eplab sviyaz topib, siz lokatsiya orqali kelaverasiz. Inshaalloh. Agar pulini ko'tarsanglar boraveramiz aka. Bo'ldi, jigarim, pulini nima degan narsa furamayapsiz. Biz endi nima deyapsiz? Bo'ldi, jigarim, hozir men mana akalar o'zinglar eshitdinglar, hadavoy chasti liboy yeri deyapti. Hadavoy chasti liboy yeri bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, kelaverasizlar deyapti. Hozir men sizlarga mana shu ustaxonani ham adresini aytaman, aka, bemalol telefon qilib, savolinglar bo'lsa, savolinglarni beraverasizlar jigarim. Furach akalar telefon nomerini srochni yozib olinglar akalar. 0551 bilan 23 63 03. Endi jigarlar, men hozir mana shu turgan yerim akalar Qirg'iziston O'sh. Do'stlik Kurgavoyni bilasizlar hammalar. Amojniga qarab yurganinglarda Kurgavoydan masjid bor. Masjidga yetmasdan o'ng qo'l tomonda Do'stlik 1 deb yozsanglar, Do'stlik 1 deb yozsanglar, o'z eshigini tagiga kelib qo'yadi. Mana shu akalar shu nomerga telefon qilaverasizlar jigarlar. O'zlari chiqib, hadavoylarda nima problem bo'lsa, o'zlari aytib berishadi. Eng g'alabisi nima ekan akalar? Liboy yerga borishar ekan. Qaranglar akalar, qanaqa mazza bo'lib ketdi furachilar. Sog' bo'linglar.